Akalar, mana bu videoni ko'rgan bo'lsanglar kerak, bu akamiz Gendra galovkasini 23 minutda, bu akamiz 12 minutda Gendra galovkasini yechib qo'ygan, ya'ni vizib tashlagan. Xudo xolasa, quvadan atvet, Alloh qodir qilganicha imkon qadar 12 minutdan sal ertaroqqa harakat qilamiz. Kutib qo'yinglar, hamda hech qanday yechilmagan holatda ko'rib qo'yinglar, yurgach. Hamma yo'q. Joy-joyda. Ko'cha. Hamma yo'q. Joy-joyda hamda gulustri, kollektor, vozdux, zashligacha bor. Hammasini bitta-bitta yechib 12 minutdan ertaroq rekord qilib qo'yishga harakat qilamiz. On 14 minut, 15 minut, 23 dan rekord yangiladik, lekin 12 ni yangilamadik. Endi imkon boricha harakat qilamiz. 12 ni ham 10 ga tushirlikka. O'zi 15 minut o'zi aslida yaxshi natija. 15 minut ham oson emas. Ikkisi yaxshi harakat qilsa 10 ga tushirsa bo'ladi. Bu videoda shunaqa galovkani tez oladigan hamda shunaqa ustakalarga jo'natib ko'ringlar. Bundan erta rekord qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Bitta sinab ko'ramiz.